anjir shaftolini nektarin tuksiz varianti. Pishishigacha yana xudo xolasa taxminan 1 oy bor. 45 kun. Bugun may boshi bo'lsa, gidator iyunning 1-15 kunligida pishib bo'ladi-da o'sha. Ha, Toshkentda shunaqa pishyapti. Xo'p. Odatda bularni o'zi biz hosildan keyin kesamiz. Hosildan keyin kesiladi. Endi ayrim bir sabablarga ko'ra hozir ko'rsatib ketishim kerak, kech qolib ketmasligi uchun. Qaraylik, o'rtasini yengil ochamiz buni hozir. Ko'rishdiki, hozir kesilmaydi. Просто sharti shuki, safar bor, safar taligim paytida bu kesishga to'g'ri qo'yadi bu. Buni olib chiqamiz. O'rtasida. Bo'ldi, yengil bitta olinadi. Все. Mevasi bo'lsa qoladi. Agar hozir buni polni kesishadigan bo'lsa, meva kattalashib qolishi mumkin. Shundaqa sal buyilgan maydaroq bo'ladiki, ikkinchi yillarda bular. Sal maydaroq bo'ladi meniki. Mana yengil mana hamma kino ochiladi. Ya'ni bu iyunni taxminan 20lariga to'g'ri keladi. Balki o'zim kim qolarman ungacha. Mana. To'g'risida yengil kesishadi. Qattiq kuchli kesilmayapti. Tagidan bas. Tagidan bas. Mana qilib mana. Agar hosil bo'lmaganida bu, hosil bo'lmaganda endi kesib olinadi. Ikki hosilga olib bo'lasizlar. Shundan olinadi. Bir xil qilib bo'yi. Katta murakkab bor shunaqa qilganda. Bu o'sgandan keyin qilinadi bu hammasi. Ya'ni hozir taxminan buni yilga bo'yi deb qabul qilamiz-da, zamondan keyin. Kelishdiki, hosildan keyin. Shunday urishamiz bo'ldi. Kaltashtirish ekan-da. Bo'ldi, keyin o'rtasini yengil ochib tashlaymiz. O'rtasi ochiladi. Chunki maqsad 4 litrlik o'tkazamiz, 4 litrli ustoz aytganlarida 4 litrli stol usuli bo'ladi, bo'ldi. Zo'romadi yo'qda. Endi bunisi. Bu yengilroq usul. Sal mevasi bor, shunday qilamiz. Bu hosildan keyin kesish usuli bo'ladi. Hozir emas. Mana bitta kesib 20-iyunlar taxminan. Taxminan 20-21-yilga to'g'ri keladi. Bo'ldi. O'rtasi ochiq ekan, shuncha ochmay qo'yaverdik. Shuni olamiz. Mana ochib qo'yamiz. Mana mana usulda kesishimiz kerak. Ochilib o'zini shaftoli yopilib o'sadi-da, ochishga majburlash kerak bu.